Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun 22-oktyabr 2025-yil. Videolarimizni qo'yibmiz. Sort haqida tushuncha berib, nima gapirib o'tganmiz, lekin buni daromad haqida gapir deb kommentariya yozganlar bor ekan. Shunga bitta yana video qilayotgan edik. Hozir dehqon akamiz bilan birga natijalarda daromadlar, malinadan qanaqa daromad bo'ladi, nech pul narx-navo, malinani hosili qolib ketmaydimi, bozor talabi qanday, shular haqida bir qisqaroq video qilmoqchimiz. Mana bizni poliyamiz. Sort rossiyskiy remontant sort, Atlant sorti bu. Oldingi videoda qo'ygan poliyamiz 50 sotik joyda. Jami shu yerda 3,5 mingta ko'chat ekilgan. Dehqon akamiz o'zlari dehqon bu buni oldingi videomizga kommentariyalarga yozganda nimasi daromad qanday bo'ladi, faqat sortda aytmasdan daromad haqida ham gapirib o'tinglar deb shunaqa savollar bu yozildi-da. Shunga buni malinadan qanday daromad, erta eksam qolib ketmaydimi hosil, qayga sotaman, narx-navo qanday, bozor talabi qanday, shu savollarga bir qisqacha aytib, tushuntirib aytib o'tsangiz. Endi bozor talabi hozircha yaxshi bo'lib turibdi, xudoga shukr, yomon emas. Bu haligi olayotgan xaridorlarga yetkazilmaydi ham yopmiz-da. Olg'ichi ham, yegichi ham endi ko'payyapti, endi ekish ham kerak-da, endi faqat sotish ham ko'paytirib ekaverish kerak. Qanaqa sot bo'lishidan qat'iy nazar, aynan shu sotdan emas. Mesni bo'laman. Qanaqa qo'lga sot tushsa ekaverish kerak. Mesni sortim bor, mesni ham u ham shu qatori ketyapti. Hani narxida ozroq bir 10 mingdan farqi bor. Masalan, bu malina sortavoy bo'lganligi uchun mesnidan ko'ra narxi balandroq kishilarga. Bu hozir shu kecha kunduzda 45 ming. Bu. Mesni malina juda kamay, ozayib ketgancha oz chiqyapti. U ham yomon emas, 35 ming so'm olyapti uni. Bu 45 ming, u 35 ming. Keyin yana farqi shu nimada, buni tilla ko'proq beradi. Mesni ozroq kam beradi endi, so'tigidan kam. Lekin ta'mi bo'yicha bu mesni malinaga yetmaydi. Bular ta'mi ularda emas. Lekin buni bitta nimasi, pulusi, hosildorligi yuqori, ancha yuqori. Buni endi daromadiga keladigan bo'lsak, daromadini hozir mana shuncha bo'ldi deb ayta olmayman, sabab men yozmabman haligi. Aybim shu. Yozmabman, hozir mana shu 50 sotikdan 3,5 mingta ko'chat bo'layotgan bo'lsa, o kecha 2 kun bo'ldi. 999 kiloga 700 gram chiqdi. 100 kiloga chiqa olmadik. Hay, 100 kiloda 1 kilo, 2 kilo kam 100 kilo. Yo 300 gram kam 100 kilo bo'lib qoldi-da. 100 kiloga chiqqanimiz yo'q hali. Necha kun oralig'da terim qilyapsiz? Bu havo ozroq salqinroq bo'lsa 4 kun, 5 kun o'tyapti. Ozroq issiq bo'lsa 3 kun, 4 kunda. 3 kun, 4 kun, 5 kungacha oralig'da terim bo'lyapti. 90 kilodan 100 kiloga chiqmayapti, lekin shu atrofida terim bo'lyapti. Endi bu boshida iyulda 5idan boshlaganmiz. Birinchi terimimiz 17 kiloma qancha chiqdi, shu esimda qolgan. Shundan beri sekin-sekin nima qilib hosil ko'payib kelyapti. Yetarlik kelyapti. Ham bu 1 yillik o'simlikda endi noyabrda 1 yil bo'ladi buni ekkamizga rosa. Endi bu birinchi yilda hosil berishida. Birinchi yilga shunday bo'lyapti. Birinchi yilga shunday. Endi kelasi yildan hosil ancha-muncha ko'p bo'ladi. Ancha, bir 10 barobar ziyatdan ko'paysa kerak deb mo'ljal qilib o'tiribman hali. Endi buni nimasi bir to'piga 1,5 kilo deb oldik-da ko'chatimizga. Boshida. Qibrayda olganmiz Otabek akadan. 1,5 kilolar beradi dedi. Yaxshi qarasang ko'proq dedi. Endi biz yozganmiz uni aniq shuncha chiqdi deb ayta olmaymiz. Biran kilolarga mo'ljallasa bo'lsa kerak menimcha.
U hosillar bir to'pidan, bir ekilgan ko'chatdan bitta birinchi ko'chatdan. yilda, Ha, yil bir kiloga. davomida. 1 kiloga boryapti deb o'ylayapman-da. Lekin aniq meni dalni nimaim yo'q. Lekin umuman olganda shu malinani ekib, masalan 10 sotix bo'lama, 1 gektar 50 sotik yo ozroq yo ko'proq qilib yaxshigina daromad qilsa bo'ladi. Yo zo'r, xudo shukr zo'r. Endi birinchi yilga shunday. Ha. Kelasi yildan keyin birdan ko'proq massa berishni boshlaydi-da. Endi bu yil 17 kilodan boshlangan bo'lsa, sekin ko'tarilib keladi. Agar endi ikkinchi yildan birdan ko'proq massa beradi, shundan yozib borsak bo'ladi-da. Hozir endi masalan ekilgan ko'chat tagidan 3 ta 4 ta shoxlaganda bitta tana. Ha, 3 ta 4 tadan shoxladi. Oldingi videolarda ko'rsatdik sanab. Hozir masalan mana shu shoxni ham bir ko'rsatsak, mana bir ko'taring. Mana. Ikkinchi yilga hisoblab bersak-da mana. Bitta ekilgan ko'chat, asosiy tanasi bitta, yonboshidan bitta bola bergan. Bu ham shu tanadan Shu kelgan. tanadan chiqqan shoxlarda. Qolgani shoxlagan mana. Shoxlari. Shundan bergan hosil birinchi yilda endi 1 kilogramm bo'lsa, ko'pi bilan 1 kilogramm bo'lsa, mana shuni nima qiling? Mana. Ko'rsataylik hosildorligini. Ha, bunisini ham. Mana hosildorligi shunaqa. Bu hamma shoxida nima bor-da? Ikkinchi yilda bu masalan mana bu yerda mana ikkita ko'chatning oralig'i bo'sh turibdi-da. Bo'sh turibdi. Hozir sroch mana. Ikkinchi yilda shu to'ladi-da, to'g'rimi? Uni bolalar stalba ko'mishga ko'mganda, kovlagan. Aha. Mana tomir. Ildizi ketgan. Mana ildiz. Mana shu Mana, malinalar mana. ildizi. Olmaylar, ochayapti mayli. Yo, ochib yotmang mayli. Yo'q, haligi bir xil chiqayotganlar borda. Xullas mana shundan chiqib keladi endi baharda. Bular ketadimi ular kesilib tagidan? Yo, tagidan kesiladi bu. Yoki bo'lsam shu shida o'zidan ko'chatdan ko'lab beradilar mana shunday qilib. Ko'chatga mana tomir qoladi. Bu tomirdan chiqaveradi. Hozir masalan ko'chatlarni sotaman dedingiz. Ko'chat sotilsa, mana shu ona ko'chatlar kovlab beriladi-da, to'g'rimi? Hosil bergan ona ko'chatlar kovlanadi. Bizga mana tomiri qoladi, bo'ladi mana shu. Yerda ildiz qolsa bo'ldi. Chiqaveradi. Ikkinchi yilda endi bu to'p hisobiga hisoblanmaydi-da baribir. Va ikkinchidan haligi paganometrga olinadi. Bir paganometrda. Endi masalan shu mana shu sort bo'yicha nechta deyilgan endi bu rossiyskiy sort. Bu 8 dan 12 ta deyiladi. Ha, 1 metrga bahorda qalin bo'lib chiqadi, endi shu qatorlar to'lib, bo'sh joylari ham. Qalin bo'lib chiqqan joyda shu 8 tadan 12 tagacha qoldirsa bo'ladi. Ha, yo necha 8 ta ham ko'plik qiladi, bir 4 ta, 5 ta qoldirganlari ma'qulman. Balkimda endi haligi sifatli yaxshi chiqaman deb o'ylayman-da, sifatli yo'q. Ha. Endi bu uncha qoldirgan bilan tugadi, hosil beradi. Mana bu uchida bo'lib qoladi-da. Kam joyida hosil bo'lib qoladi. Agar serakroq qo'yilsa, u pastgacha tushadi hosil guli. Pastgacha ketadi-da. Siz shu malinani o'zingiz masalan karam ekdingiz yoki boshqa dehqonchilik, kartishka hamma narsani ekib kelaydingiz-da. Hamma narsani. Masalan shu boshqa dehqonchiliklarga qaraganda shu malinani sotuvi, daromadi sizga ma'qulmi? Ma'qul-da, ma'qul. Boshqa dehqonchiliklarga qaraganda. Ma'qul ham, keyin buni ko'paytirish kerak ekanda. Endi hozir kimlar eshitayotgan bo'lsa, ko'rsa, bu ekingizda buni farqi lubbay sortidan qanaqa sort bo'lsa qat'iy nazar ekish kerak. Talab o'ta yuqori, talab. Hosilga. Oshigan hozir 2 ta, 3 ta kilo hardir gatgali seliminga borib qoladi, tortishib qoladi. Menga yuk. Shunaqa. To'g'ri, u narsa. Endi bu odamlar qiziqtirish bu realni bo'layotgan desa, endi biz kuzatuvchilar ham balkim shularga e'tibor qo'yirsa, bozorlardan so'rasa misol, narxni olsin, u shundan ham kelib chiqaveradi. Endi biz masalan men o'zim ham bloger emasman. Shunday. To'g'risini aytgan yaxshi. Faqat shu o'zimizni
qilayotgan ishlar qulupnay, malina deb kanalda yozib qo'yibmiz. Nasib bo'lsa yaqinda Samarqand gruppasini ham ochamiz, malina Telegram orqali ham. Unda to'liqda agrotexnikalari, hamma kerakli nimalarni o'rgatib boriladi u gruppada. Malinani daromadi qanday, qulupnayni daromadi qanday qilsak qanaqa bo'ladi, o'shalarni o'rgatib qilib boriladi-da. Endi daromadga kelsak, daromad o'ylagandan ko'ra ortiqroq bo'ladi. Hozir 45 mingdan 100 kilogacha sotilayotgan bo'lsa, bu terim noyabrda 10-15gacha boradi-da, agar havo issiq bo'lib tursa. Xudoyim to'la bu yil ob-havo berib turibdi, Xudoga shukr. Nasibamizni olib turibdi, Xudoga shukr. Bu yil ob-havomiz yomon bo'lgan yo'q. Endi bari tabiat, endi Xudoyim to'la qo'llasa olaveramiz sekin-sekin. Lekin eksin, lubbay sortda eksin. Hosildorligi yuqori sort egaverish kerak-da. Endi qanaqa sort topib olsa ham hozirda, ekadi o'zi qiziqib ketaverar, keyin o'zi almashtiradi. Almashtirish oson. Buni lekin siz bitta narsani ayting-da. O'zingiz mana olib keldingiz, boshida 450 dona olib kelib ekdingiz, keyin afsuslandingiz. Birdan olib kelib, birdan eksam bo'lar ekan, vaqtim ketdi. 1 yil, 2 yil vaqtim ketdi. Bizlar ham xuddi boshqalarday ishonmadik-da birinchi. Malina biznesi qanaqa bo'ladi? Bu reklamalardagiday yuqori hosil bo'ladimi, yo'qmi deb ikkilanib, qo'rqib boshlanuvdi-da. Yaxshi ekan, mana shuncha joyga ko'paytirilyapti. Yana yerlar ochilib, yana ekishga tayyorgarlik boshlangan hozir. Endi mana bu yerga kelasi endi buni ko'chirmoqchi edim. Nima qilaman deyapman endi. Qulupnay ham olib kelganman hozir. Hozir qulupnay bor, Aziya sorti. Qulupnay qilaman deyapman nasib bo'lsa, bu yonimizda. O'zim to'ldirishmoqchi edim, endi to'xtaydi. Boshqa yer ochdik, yer oldik. Bu yoqqa ko'chiramiz, lekin bu yerga qulupnay ekamiz. Hozir yoqqa ham shu mana shu ko'chatdan olib borib, aynan shu sortni o'zidan. Sortni o'zidan, ha. Remontlansa. Narigi tarafga ekansak, hali qishloqqa yaqinda, haligi bo'lib qoladi. Oyoq osti bo'lib qoladi-da. Qulupnay endi oyoq osti bo'lib qoladi. Shunga bu yoqqa qulupnay ekib pastga bu malinani tushiramiz-da. Demak, daromad yaxshi bo'lyapti, shuning uchun yana ko'paytirib egilyapti-da. O'shanaqa dehqonlar, biz bloger emas, dehqonchilikda shu ko'rsatib, shu malinani daromadini ko'rsatib, kimlardir yerlari bekor yotibdi, kimlardir foydalanmaydi yoki nimadir ekishni bilmay turibdi. Shularga bizlar qo'rqmay tavsiya qila olamiz. Shunda, imkon borsa malinani ekishni tavsiya qila olamiz. Sababi daromadini o'zimiz qilib ko'rdik. Mana bu tikka qilinganda hozir bu to'g'rilab chiqyapti hozir. Hashachilar bor. Mana bu tarafga tayyorlab qo'yibmiz. Buni ham hozir tikka qilib chiqadi endi hozir. Bu itni orasiga tiqib ko'tarib chiqadi. Mana bular qarab bosh egilib qolgan bular. Hozir bizda mana ham yomg'ir tushmadi. Yomg'ir tushganda bu toza nima bo'lib qoladi, yomon bo'lib qoladi. Shuni ertaroq hozir nima qilib qo'ysak? Endi bu reklama daromad haqida aytib o'tdik. Albatta bu ko'chatlari ham sotiladi, faqat ko'chat sotish uchun reklama qilib chiqarmayapmiz bu videoni. Biz ko'chat sotmagan taqdirimizda ham dehqon akamiz aytayapti, yana yer ochdim deyapti. 2 gektarmi? 2 gektarga yer ochildi, shu yerga ekila. Ha, to'liq. Endi buni ona ko'chat sotamiz, qarab. Bu ham bir plus daromadda. Ona ko'chat sotamiz, bahargacha kutib turamiz. Baharda tagidan bijillab haligi endi shivasi nima deydi, pidana bor-ku, orqaga o'sadi. O'shanday chiqadi-da. Qalin bo'lib chiqadi. Qalin, shu o'shalardan olib, seraklatib, yagona qilib yoqqa ko'chirib, ko'chat deyilgan uni. Krapivka qilib ekila. Ha, shuna qilib egamiz, nasib bo'lsa. Endi hozir buni o'zimiz ham eksak bo'ladi. Olaman degan odam boyaqilarni ko'katira olmaydi-da, endi mehr bermaydi-da. Katta ularni ko'katirish ozroq, ko'proq e'tibor talab qiladi. Ha, buni ekib qo'ysa bo'ldi, o'zi chiqaveradi. Ko'chatlar sog'lom, baquvvat ona ko'chatlar. Narxini ham aytib keting-da, ko'chat sotilayotganmiz. Narxini endi
25 deymiz-da, 25 deymiz. Ha, 25 ming so'm. 25 mingdan. Katta ko'chatlar 1 yillik hosil bergan ko'chatlar. Buni mayda ko'chatlar ham chiqishi mumkin. Masalan, birov 20 ming sotyapti, birov 15 ming sotyapti. Bular narxi 25 ming bo'lganning sababi bular ona ko'chat, 1 yillik hosil bergan katta ko'chat hisoblanadi. Ishonchda bu. Ham ko'karish jarayoni yaxshi bo'ladi. Aniq garantiyali ko'karadi. Gap endi shunday ekib qo'yib qo'ysa ko'karib ketavermaydi. Baribir buni suvini quyish kerak, qarash kerak. Hamma narsasiga e'tibor qilib, o'tdan tozalab qilinsa yaxshi ko'karib, birinchi yilda o'zida ko'chatga qilingan xarajatlar yopib beradi-da. Yopadi. Daromad chiqishi qiyin, lekin birinchi opish xarajatni yopadi. Ikkinchi yildan polni 200% nimaga chiqib ketaveradi nasib. Ikkinchi yildan masalan shu 50 sotikdan opish hisobda necha tonnalar mo'ljallab turibsiz hosil? 50 sotikdan hozir shu nimada ketsa agar 15 tonnaga olib boradi deb o'ylayapman. 15 tonna atrofida shu 50 sotikdan 15 tonna. 15 tonna hosil olish niyatingiz bor. Chiqay ekan hamda. Endi bu hozir bitta-bittalar endi mayli shu bilan shug'ullanib yurishlar bo'lmagan gap deyishi mumkin endi. Har kimning o'zining fikri, har kimning o'zining ishlash texnologiyasi bo'ladi-da. Buni to'g'ri e'tibor qilsa bu kerakdan ortiq ham beraver ekan. Keyin yana bir gap, bu pitomliklar deymiz, kitobida 10 tonna o'bo deymiz. Endi ular o'rtacha olar ekan menimcha. Bu qo'lga qaragan narsa ekan. Qancha yaxshi qarab e'tibor bersa, o'shancha qo'shib beraver ekan. Bu mehnatida ekan gap. Qaraversa yaxshi oziqalarini berib, hosilni qilib beraveradi. Kerakdan ortiq bo'lar ekan. Endi pitomliklar endi o'rtacha olar ekanda, o'rtacha plus minusini olib qilar ekan, lekin qulupna ham, malina ham, yejavikalar ham, ular hammasi shu qo'lga qaragan narsa. Endi hozir yejavikam bor, qulupna bor, malina ko'ryapman-da endi. Endi bilyapman, endi mehnat emas. Hozir narx 45 ming. Ba'zi birlar bizda shunday. Bizda shunday-yu, bir xillar aytishyapti, boshqa viloyatlarda sentrlarda, masalan, Toshkent nimalarda 100 mingga chiqdi. Mana Siroj, yo'q. Narx 100 ming degan gaplar ham bo'lyapti-da. To'g'ri, 120 ming ham to'g'ri ekan. Men ularga borib keldim. Ya'ni Eka bozori bo'lar ekan Toshkentda, Alayskimi nima deykan. Mana bunday qilib borish kerak, mana bunday. Bir xil standart. Bir xil qilib borsang, aytgan narxingda olar ekan. Ha, biz 45 ming sotyapmiz. Mana bularni ham sotyapmiz. Mayda ichida maydasini ham bir boshdan ketyapti. Bir boshdan ketyapti-da. Shunisi mana shular ham o'tib ketaveradi. Endi hozir biz optimga ishlamayapmiz-da, to'g'rimi? Nima magazinga maydakilar konteynerga grammlab 250 300 grammga ishlangan yo'q. Bizga endi 2 kilolik haligi idishcha beradi, shunga bir boshidan teramiz. Konteynerga emas bu. Agar konteynerga 250 grammlik qilib bittalab mana bunaqa bo'lar keyin. terib magazinlar bilan ishlasa, bu degani kilogrammi 100 mingdan oshib ketadi-da. Oshib ketadi. Keyin endi 2 umush bir tuzib qolar ekan. Undan bizga 45 ming ma'qul keldi. Mana buni optimga ishlagan yaxshi. Ha, mana buni qilish uchun endi 20 kilo teraman endi 3-4 kishi. 30 kilo teraman misolda aynalib polyanida. Uncha vaqtda o'zi buni polyani tozalab terib bo'ladi-da. 45 mingdan o'tsak. Endi hamma ishda o'zining nimasi bor-da. Mashaqqati bor-da. Shunday. Mana shunday malina daromadi shunaqa. Kanalga a'zo bo'lib, like bosib qo'yasizlar. Like bosish yoki kanalga a'zo bo'lish pul talab qilmaydi, hech narsa. Faqat video kengroq tarqalsa, ko'proq ko'riladi. Boshqalarga ham ma'lumotlar ko'proq yetib borishi uchun kanalga a'zo bo'lib, like bosib tarqatib qo'yasizlar. Ko'chatlarga nomer qo'yiladi, telefon qilaverasizlar. Faqat ekish kerak, agrotexnikasini qilish kerak, hosilda olish kerak. O'shanda yaxshi daromad qilsa bo'ladi. Sog' omon bo'linglar.